Rahmat, kattakon anchadan beri olaman deb yuruvdim. Qancha bo'ldi narxi? Bu qarang, sim bo'ladi. Narxi $1600. Bo'ldi, hozir pulni ham olib keldim. O'sha kelishgan narxi. Pulini shundoq ham olamiz, ketamiz biz. Hammasi qog'ozda. Mana ukajonim mana shuni sanab yuborsang. Qarang, men buni ham sotmoqchi edim. O'zinglar olib qola qolinglar. Bo'ldi, olib qolamiz buni. Bu 15 Pro Max. To'g'ri bo'ldi. 512 talik. 512 talik. Xo'p. Necha pul lozim buni? Bilmadim, ko'ringlar, endi men narxini bilmayman. Mo'ljalningiz bo'ladi-yu, necha pul? 800 lar. Yo'q, 800. Qimmatmi? Juda qimmat. Bo'ldi, qarang, o'zingiz tekshirib buni narxlab bering. 700 olamiz. Bo'ladi. Bo'ladi? Bo'ladi. Bo'ldi, buni ichidagi narsalarni nima qilamiz? Ichidagi narsalarni qarang, magazininglar bor deb eshitdim-ku. Ertaga magazininglarga olib bora qoling. O'sha Bo'ladi. Hozir qo'yamiz, xohlasangiz. Yo'q, ichidagi narsalarni olib, o'tkazib, boshqa qilib bemalol ertaga hal qilardik. Bo'ldi, ertaga bozorga ko'ring. Qarang, Malika bozori qayerda edi? Malika bozor Chiqurish tomonda, 10 tomonda 3-do'konda, Korzinka tomonda, to'ppa-to'g'ri bilarkansiz o'tlarni. 10 tomonda A Yusuf degan do'kon bor. O'sha do'kon kirganingizda chap qo'lda 3-4-vitrina bizaniki bo'ladi. Kelganingizda telefon qilsangiz biz o'zimiz, agar men bo'lmasam, bolalar kutib oladi, xudo xolasa. Rahmat. Xizmatimiz ma'qulmi, yoqdimi, kech qolib ketmadikmi? Ma'qul. Yo'q, ishxonamni egacha olib kelib berdinglar. Rahmat katta. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Xudo xolasa telefonlar, nima xizmat kerak bo'lsa o'zimizga alohida chiqarasiz. Bo'ldi, bu telefonni ertaga olib kelasiz. Xudo xolasa. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Xo'p.